ikkita GPSni bitta kurs qo'llab ishlatib bo'lishini bilarmidingiz? Hozir uni qanday qilishini sizlarga ko'rsatamiz. Buning uchun birinchi LRB'mizga ulanib olamiz. LRB'mizga ulanganmiz, kurs ma'lumotlarini kirgizdik, o'zimizda ishlab turgan kurs ma'lumotlarimizni va qanday chastotada qanday protokolda ma'lumot uzatishini kirgizganmiz. Hop, kanal 5 kanalda chastota 435 va protokol Trimtal 450 s. LRB'miz kursga ulanish uchun LRB'mizga sim karta qo'yganmiz. Hop, va nastroykalarini to'g'rilaganimizdan keyin pastdan применить tugmasini bitta bosamiz. LRB'miz успешный установка bo'ldi. Buni hozir bu ikkala roverimizda radio rejimida uстановка qilib, ishlatib fix soldirib ko'rsatamiz. Hop, birinchi bo'lib LRB'dan chiqamiz va приемникka o'tib, подключениyadan bu roverimizga ulanib olishimiz kerak bo'ladi. Roverga ulanganimizdan keyin bu yerda rover nastroykasiga kiramiz va встроенный radioga qo'yamiz. Bundan kanalimizda LRB'ga 5 qo'ygandik. Bunga ham 5-kanalga qo'yamiz. Chastotamiz 435, protokollarini bir tekshirib ko'ramiz. Trimtal 450 esa to'g'ri. Подтвердить tugmasini bosamiz. Hop, roverimiz успешный установка bo'ldi. Hozir fix oladi. Hop, mana ko'rib turganingizdek, radio rejimida hop fix olib turibdi. Endi ikkinchi roverimizni ham xuddi shu nastroykaga sozlaymiz. Hop, bunimiz tayyor, roverga ulangan, ishg'olga tayyor bo'lib turibdi. Faqat kanal chastotalarini to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Hop, bu yerdan встроенный radioga o'tkazamiz va kanalda 5 qo'yamiz. 5-kanalga qo'yib nastroykalarni tekshirib подтвердить tugmasini bosamiz. Hop, bu roverimiz ham успешный bo'ldi. Hop, ko'rishingiz mumkin, bu GPSimiz ham, ya'ni bu roverimiz ham fix oldi. Kimga shunaqa radio LRB kerak bo'lsa, instrumentga murojaat qiling yoki kommentariyada pul belgisini qoldiring.